bitta o'q bilan ikkita quyon urganmisizlar? 7-iyunda opamni tug'ilgan kuni. 16-iyunda bo'lsa oyimni tug'ilgan kunlari. Menda sovg'a uchun variantlar ko'p edi. Lekin menga eng yoqqani Ratan Uzubidagi do'stlarimizni ham oyimga, ham opamga kerak bo'lsa butun oilamga kerakli narsani sovg'a qilishdi. Endi bu Ratan stulimiz haqida sizlarga ma'lumot berib o'tib ketsam. Kichkina oiladan katta oilaga bo'lgan razmeri bor. Ya'ni 4 talik deysizlarmi, 6 talik deysizlarmi, 8 talik, 10 talikgacha bor o'rtoqlar. Ranglariga keladigan bo'lsak, har xil svetlari bor. Bemalol uyliga moslab xarid qilsangiz bo'ladi. Yetmaganiga hamyonbop. Yana nima kerak? Yana bir muhim narsani aytadigan bo'lsam, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ham mavjud. Bu kachelamizda bo'lsa 250 kilodan 300 kilogacha bemalol ko'taradi. Kerak bo'lsa, garantiya berishadi. Chunki bu Ratan Uzubida ishlab chiqarilgan. Ana endi dasturxonga marhamat. Oilangiz bilan diydorlashish uchun eng zo'r tanlov Ratan Uzubi. Agarda sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamligi bilan profiligini qoldiraman. Bemalol o'tib xarid qilsangiz bo'ladi. Kelinglar.